Nima telefonimni qo'yib kim uxlab bo'ladi? Kim uxlab bo'ladi? Ammam Muslimonman. Seni kutib o'tiribdi ular. Qachon kelarkin tez deb. Kim anaqa deydilar mana. Nima deydi? Eshotat nima keldi deydi. O'z kelgin debsiz-ku degan. Kelgim keldim degan. Ha? Ketib qolaman mana sen degan. Ada qachon sportga borasiz? Qachon boray? Hozir boring, kechqurungacha ishlaydi. Kechqurungacha ishlaydimi? Ha. Udashgacha ishlaydi. 100 gacha? Hozir Soat sen 1da yopiladi, 100 gacha. Ertalab yopiladi o'yinsi. Maktabida Qaysi kasada ishlaydi? Anaqa? Ochiq. Bo'ldi hozir. Hozir tashlab kelaman shu yerga. Aytsa birinchi futbolka shortiga o'ta shunaqa yuradi. Uyga borib futbolka shortigimni olishim kerak ekanda, ha? Ya. Qanday o'ylaysiz ko'chaga? O'ta qo'yishingiz kerak. Yo'q-e. So'mkamga solib olib kelsam bo'lmaydimi? Bo'ladi. Shunaqa qilsam bo'ladimi? So'mkamga solib olib kelaman-da. Bitta kafe ham bor. Kafe? Kafe. Chapga qaytasiz, o'ngga qaytasiz. To'g'riga endi yuraversiz, o'sha yerda kafe bor. Yosh bolalarni batuti bor o'sha yerda. Oilaga kosmetikaga bo'yantirib qo'yishga qo'llarini unga tekinga ko'rgan beradi. Mana masalan, siz anaqa to'yingiz bo'lganda anaqa yelkangizga narsa tashigansiz-ku, oq kofta. Oq kofta tashigansiz, Yo'q. Men qizlar narsasini olmaganman. Men o'zim kostyumshimda oq ko'ylak, galstuk. U shunaqa beradi. Kostyum, oq ko'ylak. Qora yubkada. Qora shim. Qora shim. Inaptiga babuchka beradi. Babuchka ham beradimi? Akamga anaqa bor. Yosh bolalarga shunaqada kichkinasi bor. Xuddi shu kiyimni akani ham uylantiramizmi? Menga uylantiring. Voy, yo'q, uni uylantirib bo'lmaydi. Uni endi kimga uylantiramiz? Maktabida kimdir bormikan? So'rash kerak. Sinfdoshlarimmi? Men uylantirsam? Men akamga uylanay. Yo'q, voy qizim, uyat bo'ladi. Unaqa bo'lmaydi. Akasiga uylanmaydi. Akasi ham singlisiga uylanmaydi. So'rab ko'raman uyga borganda. Boshqa begonaga uylanadi-da. Sen hali kichkinasan, seni uzatmaymiz qizim. Katta qiz bo'lsang, keyin kelin ko'ylaklar kiyib, seni Kimga uylanaman? Mashinaga uylanaman. Sen uylanmaysan. Seni turmushga beramiz, uzatib boramiz kimgadir. Nega? Bo'ldi, kerak emas bo'lasan bizga. Bo'ldi, katta qilganimizdan keyin bo'ldi, seni boshqa birovga berib yuboramiz. Kuyov bola urishaman, qaytib kelaman uyga. Urushmaydi kuyov bolalar bilan. Men soat obedgacha uxlayman. Voy. Unda haydab yuboradi, bunaqa kelin bizga kerak emas deydi. Bo'ldi-da, kelin bo'lmayman. Voy. Kelin bo'lish kerak hamma qizlar. Qandoq kelin bo'lmaysan? Soat obedgacha uxlayman. Yo'q, qizim, uyat bo'ladi, unaqa obedgacha uxlamaydi.
kim turg'izadi? Boshini turg'iz. O'zing turg'izasan, o'zing turasan. Vohlikka budilnik qo'yib, ertalab vohlik soat 5 da turishing kerak bo'ladi. Yuzlaring yo'q, chiqib hovlilarni supurishing kerak bo'ladi. Hali. Suv sepishing kerak Hovlini bo'ladi. supurmayman. Zavtrak tayyorlashing kerak bo'ladi. Hammaga. Mana oying qiladi-ku. Oyingni kim turg'izadi? Oying vohlik turib zavtrak tayyorlaydi. Sizlarni turg'izadimi? Saodat tur, Islombek tur, davay bog'chaga, davay maktabga deb turg'izadi-ku. Choylaring Oyim tayyorlab beradi. budilnik qo'ymaydi-da. Ha, o'zi turadimi? Ha. Bu sana ham o'zing tur. Menga chiqib telefon beringlar, budilnik qo'yib qo'yaman. Ha, uning uchun katta qiz bo'lishing kerakmi? Necha katta qiz bo'lishim kerak? 6 yoshman-ku, katta qizman. Yosh kumushdan kattaman. Ay, kumush u kichkina-ku. U turmushga chiqish uchun katta qiz bo'lish kerak. 18-20 yosh bo'lish kerak. Nimaga kamerangiz yo'qdingiz? Kameram yoqmi? Ha, rasmga olsiz mani. Men o'rtoqlaringizga jo'natish kerakmi? Yo'q, bo'ldi jo'natmayman. Oyingga jo'nataman. Oyingga jo'nataymi? Yo'q, siz rasmga olib keyin siz jo'nataman. Hamma yo'q, o'rtoqlaringizga jo'nating. Davay. Всё, bo'ldimi? Bo'ldi, o'chiring.